O'rtoq, mana shu narsani chakmang, a? Nima qilganing bu? Kuniga qancha sigaret chekasan? Bir pochka chekaman, nima edi? Xo'p, necha pul turadi chakayotgan sigareting? 17-20 ming tursa kerak, xo'p? O'rtoq, sen chakayotgan sigaretning puli ba'zi bir oilalarning bir oylik xarajat. Seni pulingga olmayman. Chekmagan narsang qolmagan-ku. Nima qilsam menga aql o'rgatdi? O'sha aql o'rgatadigan joylaring bor. O'sha yerga borib qilavergan, xo'pmi, aqlliligini. Voy, uzr lekin Qayerda yuribsan? Suv o'tib ketdi. ular kuttirib qo'ydim. Lekin yangilikning bombasi bor. Mana uni qara. Kecha bitta kineshga zakaz so'radi Yandeksda. Xo'p, Ular sekin hangimasini oldim. Dugonasi ham bor ekan. Bugun kelishyapti. Agar sen kvartirani hal qilsang, men xarajatni hal qilaman. Nima deysan? o'rtoq, menga qara, shu qilayotgan ishimiz yaxshi emas-da. Ertaga biz kimga uylanamiz bu ketishda, do'stim? Aqlli. Mahallada ko'rmagan qizing qolmagan bo'lsa, yana menga aqllilik qolsanmi? Xullas, borasanmi yo'qmi? Menga qara, o'zingizlar boraveringlar. Shuncha kelganim so'g'im. Qancha yaxshi inson bo'lishga harakat qilmagin, o'tmishingni qayta yuzingga solishaveradi. Axir sen unaqa mastinu, maishatni xush ko'rmasdinu, onangni kuydirmasdinu. Kecha ko'rdim sen mastinu.